Bugun bir bola birovni 18 yil, 20 yil pashshani ham qo'ndirmay, do'ru gavhar qilib avaylab o'stirgan qizini telefon nomerini olib aldab yuribdi. Uchrashuvlarga olib kelyapti, boshqa qilyapti. Shunaqa narsalarga sabab nimasi? Shu shahvoniy nafsda. Bolalar shaytonning vasvasasiga aldanib qolmaylik. Bugun birovni qizini borib uchrashuvga chiqarsiz, aldab yurarsiz, qo'lini ushlarsiz, boshqa narsa har xil bir shayton nima desa o'shalarni qilib yurarsiz. Xomtama bo'lmang, ertadanki sizda ham qizlar bo'ladi. Qizlar bo'lmasa, qizlarni kelin qilib olasiz farzandlaringizga. Menda 3 ta o'g'il bor yo 5 ta o'g'lim bor, menga bo'laveradi deb o'ylamaylik. O'sha o'g'illarimizga kelin olib beramiz-ku. Bugun siz birovni qizini aldasangiz, ertaga siznikini birov aldaydi. Qizli bo'lmasangiz keliningiz aldaydi, bo'lmasa nevarangiz aldaydi. Lekin o'shani Alloh ko'rsatadi sizga.